Assalamu alaikum billah. Bu qitimliq dersimiz Java tilidagi sonliq ma'lumotlar tiplari. Oldin qitimliq darsda biz bir programmaniki Java tilidagi bo'lsin yoki C# bo'lsin yoki C tilidagi bo'lsin bir programmaniki qanday qurilganligini, ya'ni ma'lum bir programmaga qanday bir izohat berganligini, nimalarga diqqat qilganligimiz to'g'riliq so'zlagan. Andan keyin bunda bir topshiriqlarni bergan, topshiriqlarni endi bolalarning ishlashini yaxshi bo'ldi. Bu qitimliq darsimizda program Java tilidagi asosiy sonliq ma'lumotlar tiplari, buni sonliq ma'lumotlar tiplari deganda o'zgargich tiplar, butun son tiplar degandek o'zgargich miqdorlar degandek, turaqli miqdorlarni qanday aniqlaymiz, o'zgaruvchi miqdorlarni qanday aniqlaymiz, sonliq ma'lumotlarning qanday tiplari bor degandek shu bir qator so'zlarda. Har qanday bir programma bunda ikki zarur bo'lgan qismni tuzildi. Mesela sonliq ma'lumotlarni aniqlash birinchi qismi. Sonliq ma'lumotlarni aniqlash. Ikkinchisi sonliq ma'lumotlarga aniqlangan sonliq ma'lumotlarni bartaraf qilish, mashg'ulot bosqichi deb ataymiz. Buni harakat. Sonliq ma'lumotlar bo'lsa mashg'ulotning obyektivi bo'lib, mashg'ulot jarayonida yoki sonliq ma'lumot natijasida sonliq ma'lumotlarning qiymatida yoki holatida o'zgarish bo'ldi. Mashg'ulot natijasida sonliq ma'lumotning qiymatida yoki holatida o'zgarish bo'ldi. Endi buni qanday tushunamiz degan chog'da, ma'lum bir masalan pomidor, laza, go'sht, may bo'lgan bo'lsa, bu sonliq ma'lumotlar kirdi, Ondan keyin bu ma'lum bir oshpaz mushlardan foydalanib, ma'lum nisbatda, har xil nisbatda aralashtirib, bulardan har xil endi saylarni qo'rib chiqarg'ili bo'ladi. Bu endi mashg'ulot jarayoniga kirdi. Mush qo'rish jarayonida saylarda har xil o'zgarish bo'ladi. Masalan, har xil to'g'rash degandek, shu har xil anandagi qo'rish, vaqti uzun, qisqa degandek shuni eng oxirida bu saylarda o'zgarish bo'ladi. Altida yoki misollarning ta'minda degandek o'zgarish bo'ladi. Endi eng oxirida bu masalan dastlabki bizningki sonliq ma'lumotlarimizda o'zgarish bo'ldi ham shu. Masalan, qo'rish jarayonidagi yoki say to'g'rash jarayonidagi shu harakat mashg'ulot taraflardan bir programma endi yig'ib kelgan chog'da shunda kutib chiqdi, ma'lum bir sonliq ma'lumotlarni aniqlab, undan keyindan ularga nisbatan o'zgarish ilib boramiz, harakatlarni ilib boramiz. Bu harakatlar deganda ma'lum bir sonliq miqdorlarni qo'shish, ilish, ko'paytirish va yoki ma'lum bir yerga saqlash va yoki ma'lum bir yerdan o'qib chiqib yana bir yerga o'zgartib saqlash degandek. Endi qisqartib aytgan chog'da mesela yuqorqi 4 omil bir programmada bo'lishga tegishli ham hozirlashga tegishli bilim hisoblanadi. Nima desanglar, birinchisi til quroli va muhit. Til quroli degan chog'da biz navbatga o'rganayotganimiz Java, masalan C, C# Android degandek til qurolini ko'rsatadi. Endi muhit degan chog'da masalan buniki til quroliniki ijro bo'lgan muhit, masalan Android sistemasi, Windows sistemasi, macOS sistemasi, Linux sistemasi, Unix sistemasi degan o'xshash. Shunda siz muhitni ko'rsatadi. Ondan keyin bu muhit manda bir qancha turlar bo'ladi. Masalan, sistemning ichidagi muhit, masalan, sistemning ichidagi muhit degandek, shunday kichikilgan muhitlar degandek. Endi bu muhit deganimiz ham har xil varianti bo'ladi-ku, buni endi nayt kandarli bo'ladi bu. Ikkinchisi program laylash usuli. Bayni bayon qilib say qo'rg'an o'xshash, masalan, yoki to'g'rigan o'xshash, har xil varianti to'g'rigan o'xshash. Shunda usullar bu programmalar har xil usullari buniki. Uchinchisi bo'lsa sonliq ma'lumot qurilmasi, masalan sonliq ma'lumot qurilmasi degan chog'da ma'lum bir masalan keyingi bo'lgan chog'da so'zlaymiz, masalan obyektivga yuzlangan obyektivga yuzlangan programma menshanda deb qo'ydi, deb qo'ydi, hanuzcha obyektivga yuzlangan. Bunda masalan obyektiv deganimiz har xil variant bo'ldi. Butkul ko'z bilan ko'rgil bo'lgan, qo'l bilan tutqil bo'lgan nurg'un narsalarni biz obyektiv qilib programmaning ichiga ekirgil bo'ldi. Masalan, ma'lum bir odam desak, masalan, bu odamni biz obyektiv qilib ekirmiz desak, masalan, person deb bir tip qurib olgan bo'lsak, bu personniki har xil xosliqlar bo'ldi. Masalan,
Şuşing dep koymuzga her xil xaslyklar boldy. Bu mesela buniki boy egizligi boldy, en kısa ismi boldy, ata-anasının ismi boldy, anan kimlik nomeri boldy, cinsi boldy, yani boy egizligi boldy, yeşi boldy, adresi boldy degендek nurgun buniki xaslıklary bar. Mesela aşı bir adamda boluşuk tegişli xaslyklar. Bazı xaslıklary hamma adamda boldy. Mesela cinsi degenimiz hamma adamda boldy. Bu ya kız oldu ya oğul boldu degендek. Ya oğul oldu ya kız oldu degan ko'rsangiz muqim narsalar bu. Muşunga o'xshash sonliq ma'lumotlar qurilmasi har xil qurilma. Masalan, yoki bo'lmasa butun sonliq yoki bo'lmasa haqiqiy sonliq poch qism bo'lgan. Va yoki bo'lmasa harf, masalan harf sonliq. Ashunda qurilma deganga o'xshash qurilma bo'lish kerak. Uchinchisi hamda mushu hesaplash usuli, sonliq qurul, masalan sonliq ma'lumot qurilmasiga nisbatan har xil hesaplash usullari. Masalan, men bayatdan deb o'tgandek, ma'lum bir sondan degan shu ko'da ma'lum bir uchurni o'qib elib, ma'lum bir yerda o'zgartib, masalan hesaplash usuli, ma'lum bir hesaplash usuli orqali, masalan imtihondan o'tolmay qolganlarni bo'ldi, imtihonda o'tkazib etiladi desak, masalan, unda bo'lsa imtihonda o'tolmay qolganlar matematik natijasi 60 dan tuvan bo'lganlarniki sonliq ambar uchurni o'qib elib, natijasini masalan 60 dan yuqori qilib, 60 masalan 40 ulab qolsa 20 ni qo'shib 60 qilib, 50 ulab qolsa 10 ni qo'shib 60 qilib degandek 60 qilib emas, natijasini 60 qilib o'zgartirsak, bu bir hisoblash usuli bo'ladi. Buni ya'ni bir sonliq ma'lumot miqdoriga saqlaymiz degan so'z. Saqlab ana kasildikisini o'zgartiramiz degandek. Mushuni o'xshash hisoblash usuli bo'ladi. Endi mush 4 narsa qurilgandan keyin bir mukammal programma bo'lib chiqadi, mukammal bir program bo'lib chiqadi. Endi mush 4 narsani hozirlangan program loyiligicha endi yaxshi bir program loyilab chiqarishni tayini. Nimishga aytsanlar, mush 4 narsa bo'lgan chaqda ana keyin bir programma ma'lum bir ishni amalga oshira oladi yoki ma'lum bir qimmat yarata oladi degan so'z. Endi unda qilsa biz sonliq ma'lumot tiplari dedik. Endi sonliq ma'lumotlar tiplari endi olsa Java'da endi olsa qanday sonliq ma'lumot tiplari bor masalan. Ma navbatdagi ko'zakni men endi o'sha to'rdan tipib shuniki anandiki bunaga nisbatan men Uyg'ur o'zimniki endi izlanib azroq endi ish qiladigan birlik kelgan bo'yicha men tarjima qilib qo'ydim men. Endi Java'dagi asosiy sonliq ma'lumotlar tiplari asosiy sonliq tip, belgilama sonliq tip deb ikki cho'ng turga bo'linadi sonliq tiplar. Endi asosiy sonliq tip degan chog'da masalan sonlar odatda masalan haqiqiy son yoki butun son. Andiki harf belgilar. Andan keyin endi rost yolg'on tip bu rost bo'ldi yoki yolg'on bo'ldi. Masalan 1 bilan 0 deganda masalan rost yolg'on deb ikki xil bor. Rost bo'lishini tayin degan hukm yo'q. Odatda programmada rost ya 1 bo'ladi ya 0 bo'ladi. Rost bo'lishini rost bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin degandek bunda hukm yo'q programmada. Bunda hukmni amalga oshira olmaymiz. Andan keyin belgi masalan sonliq tiplarning ichida nima bo'ldi desak, odatdagi masalan normal turmushdagi sonliq tiplardan cho'ng ikkiga bo'linadi. Masalan butun sonlar haqiqiy son tiplar. Haqiqiy son tiplar deganimiz masalan 6,25 mesela 999,199 degandek shunday poch son qism bo'lgan sonlar, mesela 0 bilan 1 oraliq qismi haqiqiy son bo'lganda mesela 0,25 0,1 degandek. Ikkinchisi hamda asosiy sonliq tiplarniki ikkinchisi hamda harf belgilik tiplar. Harf belgilik tiplar deganda bu hamda ikkiga bo'linadi bu. Masalan char birsiga birla harfni saqlay oladigan tipda, faqat birla harfni saqlay oladigan tip char. Yana bir so'zda ko'p harfni saqlay oladigan bu yerda yozmada string deb. Uni to'g'riliq maxsus bir soat to'xtalamiz. String degan bu endi programma loyiha jarayonida bo'lib Java, Mejan deyishamiz, obyektiv ko'zlangan programma qilish jarayonimizda ichish jarayonida muhim bo'lgan tipdan birisi. Bu alohidaligi bu ham asosiy sonliq tip qiyatida ham belgilama sonliq tip qiyatida bu nimishga aytsanlar keyingi borgan chog'da so'zlaymiz buniki nimish uchun shunday bo'lganligini. Bu bir alohida tip.
Ba'zilarida masalan ba'zilar 100 tirani intamla qatnashib qolsanglar, men shu qatnashib qolsanglar masalan, sizlardan so'raydi masalan, string qanday tipli. O chaqda stringningki ham jibin shujilation tava, ham yon shujilation tava deydi. Nimishga desanglar, uningki endi ikki xil aniqligi bo'ldi. Qisqartib ham oddiy usul degan chaqda ikki xil aniqligi bo'ldi. Üçüncüsü hem de asas sonliq tiplarniki üçüncüsü birisi bo'lsa, mesela ras yolg'on tipi, bayat deb o'tib ketdik. Bu bek oddiy hamda bo'linib ras yolg'on true bilan false ni o'z ichiga oladi. Odatda mesela burun CUN'da bo'lib qolsa 0 ni biz odatda false deb qaraymiz. 0 dan boshqa sonlarni true bo'ladi. Hamda CUN'dan bo'l deb, CUN'dan sonlarni ras yolg'on tiplikni belgilaydi. Anadikan yani ikkinchi cho'ng tur tip bo'lsa nima desanglar, belgilama sonliq tipi, belgilama sonliq tip bo'ladi. Endi men yondashanga ma'noda bu qismi men yondashanga ma'noda. Biz obyektiv yuzlangan programma chiqmadi. Buningda birinchisi tip. Aytganda bir odam, masalan, odam degan o'xshash bir tip. Ikkinchisi interface deb qo'yamiz, hamda eg'iz, bu hamda shu nimani ichiga kirib ketadi, shu tipning ichiga kirib ketadi, tipniki bir alaylik endi. Men yondashganiki, o'sha obyektiv yuzlangan programmaniki bir alaylik. Uchinchisi hamda sonlar qatori. Endi sonlar qatori degan chog'da men shuzu deymiz, uniki jiha deymiz, masalan, to'plamni, har xil to'plamlar jiha deb qo'yamiz hamda. Shuni har xil to'plam degandek shunday bo'ladi. Bu belgilama sonliq tip deganni oxirgi borgan chog'da biz maxsus to'xtalamiz ham shu obyektiv yuzlangan programma yetishdi. Hamda miqdorlar Java'dagi hamda nurg'un programmalardagi boshqa masalan mayli C# bo'lsin, mayli Java bo'lsin va mayli Power Builder bo'lsin yoki bo'lmasa boshqa tillar bo'lsin, VB.NET bo'lsin, shunday jiq programmalarda miqdorlar ikki xil bo'ladi, masalan. Turaqliq miqdorlar va belgi turaqliq miqdorlar va o'zgarguvchi miqdorlar deb ikki xil bo'ladi. Turaqliq miqdorlar deganimiz nima desanglar, masalan, programma ijro bo'lish jarayonida qiymatini o'zgartirishga bo'lmaydigan miqdorlar turaqliq miqdor deb ataladi. Bizlar turaqliq miqdorlar va o'zgarguvchi miqdorlar deb. Ya'ni turaqliq miqdorni aniqlamasiga programma ijro bo'lish jarayonida qiymatini o'zgartirishga bo'lmaydigan miqdorlar. Dastlab qanday qiymat bo'lgan bo'lsa, oxirgacha shunda qiymat bo'ladi bu. Masalan, bu turaqliq miqdorlarmi, hamda turaqliq miqdorlar, yani belgi turaqliq miqdorlar deb ikkiga bo'lindi. Belgi turaqliq miqdorlar deganimiz endi belgi harflik miqdorlarni o'z ichiga olgan turaqliq miqdorlar bo'ladi. Masalan, turaqliq miqdorlarning hamda tiplarini o'xshamasligiga qarab har xil tiplarga bo'lindi. Masalan, 1, 2, masalan, -100 deganimiz butun sonliq turaqliq miqdorlar. Mesela 203, 214, 415, -1000 deganlar haqiqiy sonliq turaqliq miqdorlar. Mesela A, salam, hello world degan gaplar, degandek gaplar harflik turaqliq miqdorlar deb har xil bo'ladi, turaqliq miqdorlar tiplariga o'xshamasligi asosan. Endi Java tilida biz endi turaqliq miqdorlarni final degan so'z ochqichlik so'z bilan ifodalaymiz. Masalan, 22dek masalan private static final int max number 100 deb chiqadi. Masalan, ma'lum bir masalan natija tekshiradigan shulab qolsa, ma'lum bir natija tekshiradigan shulab qolsa, biz cho'qim masalan natija yo'llaydigan shulab qolsa, ma'lum bir programmada deylik. Masalan, o'quvchilar natijasini yo'llaydigan programma deylik. Biz cho'qim cho'ng nomer bilan kichik nomerga masalan cho'qim shart qo'yishimiz kerak. Bu shart butkul bir program jarayonida har qanday bir programma yoki har qanday bir hamda shu bizningki har qanday bir jumla ijro qiladigan jumla o'zgartirmaslik kerak bu qiymatni. Shuning uchun bunday miqdorlarni turaqliq miqdor qilib ilaymiz. Turaqliq miqdor qilib ilayotgandan keyin bu qiymatni o'zgartirmaydi. Masalan, turaqliq miqdorniki masalan programma ijro bo'lish jarayonida qiymatini o'zgartirishga bo'lmaydigan miqdor bo'lgandan keyin bu qiymat menga shu masalan programma ijro bo'lib chiqquncha masalan max numberning qiymati mesela 100 alet turdi. Bu chaqda biz nurg'un xatoliklarni oldini ola olamiz. Ham bir qism masalan
qara mehmon deb qo'yamiz hamda hikoya deb qo'yamiz. Shundalarniki programmani o'zgartirishni oldini olaymiz degan so'z. Bu programma ijro bo'lish jarayonida o'zgartirmaydi degan so'z. U chaqda masalan agarda shunday bir shart qo'ymay qolsak, favqulodda programmani ma'lum bir yerda o'zgartirib qolsamiz qimmatni, u chaqda 120 ni yoki 1000 ni nomer qilib yo'llash bo'ladi deb qolgan so'z. Andan keyin yana birsa masalan bayatdan deb o'tib ketdik, turaqli miqdorlar o'ziniki masalan Məşə tipiga asasən oxşamaydı deb. İkincisi qaraydigan bolsaq, məsələn string home URL deb deməyəm. Məsələn məlum bir API jarayonida biz məsələn məlum bir mulozimatlardan uçur aldığan eğizni muqim qilamiz. Muqim o'zgarmaydi. Bu har bütün app'ninki jarayonida o'zgarmaydi deb olsak, məsələn baş mundarijini biz belgilab qo'yamiz. Məsələn ma'lum bir string www degan o'xshash yoki ma'lum bir o'zimizdagi mulozimatning adresini degandek belgilaymiz. Bu programma bu miqdorni o'xshash programma ijro qilish jarayonida o'zgartirmaydi. Ularda o'zgarmaslar hikoyalar buni endi bayonqi deganda hikoyalar o'zgartirmaydi. Mana bu o'zgartirib qolsa chatoq chiqadi. O'zining mulozimatlarga ulab qo'yiblar, appni taqiq etib qolsa yoki shunda masalan ishki saqlag'ichdagi o qimmatini o'zgartirib qolsa degandagi shunda har xil yanglishishlar bor. Uchinchisi masalan ma'lum bir baho float shaklidagi out price chiqish bahosi masalan 855 shunda yuan bo'ladi deb muqim deb qo'ysak bo'ladi. Shunga o'xshaydi. Men bayatdan deb o'tib ketdim, miqdorlar ikki xil bo'ldi deb. Birsiga turaqli miqdor, yana birsiga o'zgargich miqdor. Turaqli miqdor deganimiz hamda programma ijro qilish jarayonida qiymati o'zgarishga bo'lmaydigan miqdor. Endi yana birsiga o'zgargich miqdor. Buniki gapning o'zidan chiqib turdi. Masalan, buni aniqlamasi bo'lsa, endi programma ijro bo'lish jarayonida shuni qiymatini o'zgartirishga bo'ladigan miqdorlar, o'zgargich miqdor deb ataladi. So'zning o'zidan chiqib turdi, bir qarab bilgili bo'ldi. Endi turaqli miqdorni bo'lsa, endi Java'da final so'z orqali aniqlaymiz. Bu o'zgargich miqdorni alohida bir aniqlash nimasi yo'q, oldida belgisi yo'q. Buniki o'sha oldidagi tipiga asosan o'ziniki qiymat doirasini bildirdi, qiymat doirasini bildirdi. Bir o'zgargich miqdordan bir nom bo'lishi ham uning ishki saqlag'ishda belgilik saqlash bo'limchisi egallashi kerak. Saqlash bo'limchisida o'zgargich miqdordan qiymat saqlanadi. Masalan, ishki saqlag'ichdagi saqlash bo'limchisida o'zgargich qiymat saqlanadi. Endi o'rganuvchilar diqqat qilgan deyishlik bir nuqta, masalan, o'zgargich miqdor nom bilan ham o'zgargich miqdor qiymati degan hukmga diqqat qilish kerak. Ikkisini aralashtirayotganlar. O'zgargich miqdor nomi deganimiz masalan bayatanga o'xshash int max number degani o'zgargich miqdor nomi. Uniki qiymati 100 bo'lgan, masalan 100 deganimiz o'zgargich miqdorniki qiymati degan gap. Shuna o'xshash. O'zgargich miqdor nomi, turaqli miqdor nomi, funksiya nomi, sonlar guruhi nomi, tip nomi, hujjat nomi farqlantiradigan, hujjat nomlarini farqlantiradigan harf belgilar bo'lsa, farqlantirish nomi deb ataladi. Qisqartib aytgan chog'da shularning miqdorning ism bo'ladi. Masalan, o'zgargich miqdorning nomi, turaqli miqdorning nomi, funksiya nomi deganda oldingi soatlarda so'zlab o'tgandek get max, get min deganda shu funksiyaning nomi. Uning sonlar guruhining nomi, masalan, ma'lum bir sonlar guruhi bo'lsa, masalan, tip nomi, hujjatlarning nomi cho'qim masalan farqlantirish nomi bo'ldi. Masalan, o'xshash bir mundarijiga, masalan, o'xshash ismli ikki hujjatni saqlayolmagan o'xshash, bizmi masalan, programmniki ma'lum bir qismida, masalan, ma'lum bir qismida o'xshash ismlik ikki o'zgargich miqdor yo turaqli miqdorni aniqlayolmaymiz. Bu programmniki endi bir alohida. Endi o'zgargich miqdor degan chog'da endi Java tilida farqlantirish nomi alohida diqqat qilganimizda Java tilida farqlantirish nomi ya'ni o'zgargich miqdorniki yo turaqli miqdorning ismi bo'lsa harf, son va tuvan siziq tilda tuzildi. 3 xil narsadan tuzildi. Harf, son, tuvan siziq tilda. Endi yana alohida diqqat qiladigan yana bir nuqtamiz bo'lsa, endi birinchi harf bo'lsa cho'qim harf yoki tuvan siziqdan boshlanish kerak. Birinchi harf bo'lsa cho'qim harf yoki tuvan siziqdan boshlanish kerak. Masalan, tuvandagilar o'rinliq bo'lgan miqdor ism bo'ladi. Masalan, max deb qo'yamiz. Max deganimiz masalan harfdan boshlangan, m deganda boshlangan, type deb qo'yamiz, t dan boshlangan. Masalan, tuvan siziq ostida nima chiqyapti? Tuvan siziq masalan son deb qo'yamiz. Tuvan siziq son degandan bu tuvan siziqdan boshlangan. Baho 1 deb qo'yamiz. Bu harf va sonni o'z ichiga olgan bo'ldi. Baho 2 deb qo'ydik. Harf sonni o'z ichiga oldi. Tuvan siziq ismi degandek tuvan siziq.
Endi buni qaraganimizda astidikisi qaraydigan bo'lsak, tuvandiklari bo'lsa o'rinliq bo'lmagan miqdordan bo'ldi. O'rinliq bo'lmagan miqdordan bo'ldi. Masalan, bir ko'sh sondan boshlanib qoldi. Aniqkan masalan el xat belgisi bu masalan bizniki farqlantirish nomimizniki doirasida bo'lmay qoldi. Ism qo'yishniki doirasida bo'lmay qoldi. Bizning doiramiz harf, son, tuvan siziq bo'ldi. Alohida belgilarni o'z ichiga olmaydi. Keyindagi ikkisimi alohida belgilarni o'z ichiga olib qolgan. Garchi harfdan boshlangan bo'lsa, keyiniga alohida belgilarni o'z ichiga olib qolgan. Endi harf doirasi qayerdan bo'ldi desak, cho'ng A'dan cho'ng Z'gacha, kichik A'dan kichik Z'gacha, Xanzcha, Uyg'urcha qatorliq shunday harflar. Bu yerda endi alohida ta'kidlaydiganimiz ham tavsiya qiladiganimiz amal bor, o'sha inglizcha harfni ishlatib, harf nomini qo'yish kerak. Amal bor, inglizcha nomini ishlatib, harf nomini qo'yish kerak. Misha miqdor nomini qo'yishimiz kerak. Endi son doirasi qanday bo'ldi desak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 shu 10 xil son bo'ladi. Batsam bo'z bo'lmaydi, buni butun son bo'lish kerak cho'qmi. Endi diqqat qiladigan yana bir nuqtamiz, alohida diqqat qilgan yana bir nuqtamiz. Ism qo'ygan chog'da masalan cho'ng A bilan kichik A o'xshash bo'lmagan ikki harfni bildirdi. O'xshash bo'lmagan ikki harfni bildirdi. Buni oldin qitimqi munozarada bir qo'sh so'zlab deb ketdik. Masalan, buniki o'xshash bo'lmagan ikki harfni bildirishdagi maqsadi buniki osigma qiymati o'xshamaydi, masalan. Cho'ng A bilan cho'ng Z'niki osigma qiymati o'xshamaydi. To'g'ridan izlab ko'rib baqsangiz bo'ldi. Bu ikkisiniki osigma qiymati o'xshamaganlik sababdan bu ikkisini ikki o'xshash bo'lmagan miqdor nomi deb, ikki o'xshash bo'lmagan miqdor deb qaraydi. Endi bayatın yuqorida bize sonliq ma'lumotlar tiplarniki har qaysi Java'dagi sonliq ma'lumotlar tiplarniki o'sha bo'linadigan shakllarni ko'rib o'tdik. Uning ichida bizlarning masalan ikki cho'ng turga bo'lindi. Birsi sonliq tip, yana birsi obyektiv yuzlangan tiplar, masalan qo'yiladigan bo'lsa, uniki mesela asas sonliq deb, belgili sonliq deb, asas sonliqni tipning ichida sonliq deb, harf belgilik deb, rasyalgan tip. Tövende ko'rdiğimiz bo'lsa, endi sonliq tipning ichidagi, masalan, sonliq tipning ichidagi, sonliq tipning ichidagi butun sonliq miqdorlar, butun sonliq miqdorlar. Buni ayni Java'da int bilan ifodlaymiz. Init deb o'qiymiz, buni Java'da int bilan ifodlaymiz. Bütün sonliq miqdorlar deganimiz bo'lsa, masalan, saqlaydigan qiymati cho'qim butun son bo'ladigan miqdorlar. Masalan, turaqli miqdor yoki o'zgargich miqdorni ko'rsatadi, ikki xil bo'ldi. Endi bayat miqdorlarning ikki xil bo'ldi dedik-ku, demak, uni endi o'sha butun sonliq miqdorlarnikimi, butun son tipli miqdorlarnikimi miqdor shakli ikki xil bo'ladi. Birisiga turaqli miqdor, yana birisiga o'zgargich miqdor bo'ladi. Yani bütün sonliq miqdorlar yuqorida aytib ketdik, masalan, saqlaydigan qiymati cho'qim butun son bo'lishi kerak. Buni endi har qanday bir matematik o'rganib boqqan yoki savod bordan biladi, butun sondan qanday bo'lganligini. Masalan, pat son qism bo'lmagan sonlar ham butun son bo'ladi. Masalan, 1 2 3 minus 9000 minus 900 minus 1 minus 100 degandek, shuni 100 ming degandek sonlar butun son bo'ladi. Endi butun son tipli miqdorlarniki shu oldigan doirasiga qarab, tuvandagidek 4 xil bo'ladi. Oldigan doirasiga qarab tuvandagidek 4 xil bo'ladi. Birsiga asas tip bu init asas tip bu. Ya'ni buniki doirasini Java'da o'zimiz birdan keyin ko'rib boqamiz. Masalan, programmamiz jarayonida biz ko'ramiz buniki doirasini. Hozir faqat 4 turga bo'linganligini ko'rib tursak, birdan keyin Java'da doirasini chiqarib bo'ldi. Buniki doirasi ham demiş kompyuterga, navbatga shu program tiliga, navbatga shu beyichi deb qo'ymaymiz, odatda shu asılli qo'shqa masalan shunday qarab o'xshamaydi buniki doirasi. Burunlarda bo'lgan bo'lsa, masalan, shu 4 baytlik deb qo'ydik odatda, masalan 4 baytlik deb qo'ydik, initni 4 baytlik deb qo'ydik. 8G deb qo'ydik, 8G deydik, masalan 8432 baytlik bo'ladi bu, 32 baytlik bo'ladi. Masalan, ikkinchisi bo'lsa qisqa butun son tipli, bu qisqa butun son tip, short yoki short init deb ifodlaymiz. Uchinchisi bo'lsa uzun butun son tipli bo'ldi, uzun butun son tip, long bo'ldi. To'rtinchisi bo'lsa alomatsiz bu. Alomatsiz tiplik degan joyda Java'da ham alomatsiz tiplik yo'q, Java'da alomatsiz tiplik yo'q. Bu yerga ham qo'shib qo'yishning sababi boshqa tillarda ham, masalan, C tillarida bor.
Mesela her qanday bir programma o'rganguncha cho'qim mana shunday bir sonliq tipdan borligini bilish kerak a mayli shunday yo'q bo'lsin hamda bundan yo'q bo'lganlik cho'qim bilmaslik kerak deganlik emas. Mana shunday ayinti tip ixnoma mana alomatsiz degandagi bu yerdagi 0 dan cho'ngsan deganni bildirdi mesela alomat bor odatda minus alomati bor hamda oldidagi minus alomatida 0 dan cho'ngsanni bildirdi. Hamda ikkinchisi mesela sonliq tipniki ikkinchisi haqiqiy sonliq tip. Haqiqiy sonliq tip. Bu haqiqiy sonliq tipni hamda turaqliq miqdori haqiqiy sonliq tipniki turaqliq miqdori. Mesela sitilda haqiqiy sonliq tipni harakatchan chekitli sonliq tip deb ataldi. Harakatchan haqiqiy sonliq tip tuandikidagi xil shakl ifodalanadi. Mesela Java tilida shunday deb atalgan. Sitilda hamda mesela chekit o'zgardi demakchi, oldi keyingi ma'noda degan so'z shu chekit o'zgardi. Mesela o'rni o'zgardi degan so'z chekitniki. Mesela o'nliq so'z hamda haqiqiy sonliq tip ikki xil bo'ladi hamda mayli qaysi tilda bo'lsin. Mesela o'nliq sistemidagi shakli, ya'ni raqam bilan chekitdan tarkib topgan shakli. Mesela 5.125, 65.1255 degandagi mana shunday qator. Minus mesela minus 2545.125 degandagi mana shunga o'xshash sonliq shakli yani. Yani ikkinchisi bo'lsa hamda ko'rsatkich son shakli, ko'rsatkich son shakli mesela 25 ninki. Bu ko'rsatkich son shakli hamda bu bir matematik hukm bu bir matematik hukm bo'lib, mesela y deganimiz hamda 10 ninki y'ning keyindagisi bo'lsa 10 ning manchin darajasini bildirdi. Herkes mesela 25 kichikni ko'paytiramiz degan gap emas bu. Bu bir matematik hamda bir ifoda bu. Buni hamda qanday yerlarda ishlatadi desanglar, masalan, ma'lum bir graflarni qilgan chaqda nihoyat cho'ng sonlar deylik, masalan, nihoyat cho'ng sonlar bo'lgan chaqda buni cho'ng sonni yezib kelsak, masalan, 10, 15 qanday sonlar qolsa, masalan, ularni yezib kelsak, nihoyat keng doirani egallab ketadi. Bularni hamda qisqartib oddiy ifodalash uchun shunday cho'ng sonlarni ifodalash uchun shunday ishlatamiz, shunday. Bundan hamda cho'qim diqqat qilgan chaqda hamda cho'ng kichik yozishning farqi yo'q, bundan cho'ng kichik yozishning farqi yo'q. Masalan, hamda masalan tuvandagi bir misol ko'rib o'qigan bo'lsak, masalan 2y3 ning qiymati bo'lsa, masalan 2000 bo'ldi. Bu qanday kelib chiqqan desanglar, masalan 2 ko'paytiramiz 3 ning 10 darajasi bo'ladi. 3 ning 10 ning 3 darajasi bo'ldi. 3 ning 10 darajasi, 10 ning 3 darajasi bo'ldi. Y deganimiz 10 ni bildirdi, keyingisi shuning manchin darajasini bildirdi. Bu hamda bu bek tasmin emas bu. Oddiy til bilan tushunsanlar oddiy bo'ladi bu. Hamda bek murakkablashtirsanlar bek murakkab bo'lib qoladi. Hamda mushundan qaraydigan bo'lsak, hamda bir programma yozuvchida cho'qim bir belgilik matematik asos bo'lishi kerak. Keyingi bo'lgan chog'da balki biz ma'lum bir ishlarni qilish jarayonida ma'lum bir logaritmlik yoki bo'lmasa ma'lum bir masalan nimaga ehtimollik degandek shunday hukmlarni hisoblab qilishimiz mumkin program jarayonida. Ehtimollik degan chaqda masalan qanday degancha eng oddiysi misol qoldigan bo'lsa qanday bo'ldi desanglar, masalan ma'lum bir xabar ko'radigan detal deylik, ma'lum bir xabar ko'radigan detal deylik. Masalan Qanzlaniki hamda shu chiqish olib qoldi, bek mod bo'ladi, undan birimi batdi. Masalan Qanzuchaylikda tujen shiton deb qo'ydi hamda Tujen shiton degan chaqda buni yaqinda mal ko'radigan, xabar ko'radigan, cho'ng sistemlarda bek ishlatadi, mal sotadigan tovuq o'xshash. Qanday desanglar, masalan, ularniki asosiy maqsadi sizga masalan shu ko'rayotgan navbatdagi yunquga osh qiziqadiganni tepib chiqib berib, davomli osh turbatda saqlab qolish yoki ma'lum bir malni og'zish shunga. Shunga o'xshash hamda u nimadan kelib chiqadi desanglar, nurg'un hisoblashlardan kelib chiqadi. Buniki masalan burun setib olgan mallari, masalan, navbat ko'rayotgan mallari, burun ko'rgan mallari degandek, qaysilarini setib oldi, qaysilarini ko'midi, qaysilarini qanchalik vaqt turdi degandek nurg'un hisoblash orqali hisoblab chiqadi hamda bular. Endi oddiy bo'lgani qanday bo'ldi desanglar, masalan biz ma'lum bir xabar ko'rgandan qildik deylik, oddiy bo'lganda. Oddiy bo'lgancha qanday bo'ldi desanglar, ma'lum bir masalan yunqoniki qaysi xabarlarni ko'rganligi, qaysi
tiki xabarlarni masalan mavzum kerak texnikalik texnika munosabat xabari bilan masalan xalqaro munosabat xabarini kerak ko'rman. Demak meniki izimni qo'g'lab mangan bo'lsa, masalan meniki saqlab mangan bo'lsa, menga tavsiya qiladigan xabarlarning hammasi mush to'g'riliq yangi xabarlar, mush to'g'riliq qiziqarli xabarlar yoki mush to'g'riliq tavsiya xabarlar bo'lsa, men chekish ehtimolligim kerak yuqori bo'ladi. Mushning o'xshash yerga kelgan chog'da nima ishlatimiz chog'da ehtimollik ishlatib qo'yishimiz mumkin, ba'zi yerga kelgan chog'da ehtimollik. Ma'lum bir masalan ma'lum bir xabar keldi. Unda bo'lsa buniki boshqa xabarlar bilan bo'lgan masalan cheklash ehtimolligini hisoblaymiz degandek shundaq. Endi bu menimcha hozir navbatga deganim balkim to'g'ri bo'lishi mumkin, balkim xato bo'lishi mumkin. Endi men faqat o'zimniki shunda bir hisoblash usuliniki bo'lganligini ifodalab bermoqchi. Bu cho'qim to'g'ri deyolmaymiz. Bu odamda nurg'un endi tadqiqotning tepasiga qurilgan gap bu meniki men tushundemoqchi o'g'lim hamda matematikniki shu program etish jarayonida muhimligi matematikniki shu program etish jarayonida muhimligini his qildirish bolalarga hamda shu haqiqiy san tiplik turoqli miqdorlar deganda gapga qaytib keladigan bo'lsak hamda haqiqiy san tipligi ikki xil bo'ldi ustiga yozib qo'ydim float double deb ikki xil bo'ldi bumi bayni intniki bayon qilgan short int short double long deganga o'xshash bo'linganga asosan bumi doirasiga qarab turib o'xshash ikki xil bo'lindi bumi doirasiga qarab turib ikki xil bo'lindi mana float degani bir qadar kichikroq hamda ma double degani bak cho'ng sonlarni saqlay oladi degan so'z hamda haqiqiy san o'zgaruvchi miqdorlar ikkinchisi buniki haqiqiy san o'zgaruvchi miqdorlar bo'lsa masalan taq aniqlik ham qo'shiniq deb chiqibdi bizdan taqiniqlik deganimiz ham bayatunda deb ketdim kichikroq sanadi ma double deganimiz ham qo'shiniqlik deb bo'ladi haqiqiy santiqlik o'zgaruvchi miqdor cho'qim aniqlashdi o'zgaruvchi miqdor bo'lgandan keyin cho'qim ishlatishdan burun aniqlash kerak bu ishlatishdan burun aniqlash kerak masalan ma'lum bir masalan bayatanga out price deganga o'xshash yoki bo'lmasa masalan bo'y egizligi masalan yoki bo'lmasa ma'lum bir deymiz ma'lum bir p'ninki qimmati deylik masalan chambarniki yuzini hisoblashdagi p'ninki qimmati degandek narsalarni saqlash jarayonida shunga o'xshash oldinlar aniqlash kerak buni cho'qim aniqlab qimmat berishimiz kerak endi taq aniqlik bilan qo'sh aniqlikning har qaysi sistemada kod etish qurollarida ham kichik doirasilar ham cho'ng doirasi o'xshash bo'lmaydi qaraydigan bo'lsak tuanda men chiqarib qo'ydim doubleniki max qiymatini qaraydigan bo'lsak 1.179niki hamda taxminan ko'paytirilgan 10ninki 308 darajasi doirani sonni ola oladigan bu bir nihoyatda cho'ng bo'lgan bir son degan so'z bu float qaraydigan bo'lsak 3.4 ko'paytirilgan 10ninki 38 darajasini oladi ekan. Al qaraydigan bo'lsak ustidagi hamda aniki taxminan 10 ga barar ekan. Hamda sonliq tipni bayatan biz butun sonliq deb, anaki haqiqiy sonliq deb, ananikin harf belgi, ananikin rasyalgan tip deb 4 xilga bo'lindik, 4 xilga bo'lindik. Sonliq tipnikin 4 xilga bo'lindik. Hamda yuqorida ko'rib o'tganimiz hamda butun sonliq tip bilan haqiqiy sonliq tip bo'ldi. Hamda ko'radiganimiz hamda bo'lsa belgi harf miqdorliq bu taqariblikni bayatda men deb ketdim bu belgi taqariblik char bilan ko'p harflik stringni o'z ichiga endi Java tilining taqarib belgi bo'lsa taq pesh bilan ya'ni prim belgisi bilan qo'shilgan harf miqdori faqat birla harfni o'z ichiga oladi bu faqat birla harfni o'z ichiga bo'ladi masalan yuqorida ko'rsatilgandek a cho'nganiki masalan kichikkaniki kichik birninki masalan peshninki degandek diqqat qilgan cho'ng kichikka o'xshash bo'lmagan harflar ikki xil miqdor bo'lib hisoblanadi. Masalan, yuqorida deb ketgan o'xshash bu oshma qiymatga o'xshash bo'lmagan ekan buniki. Buniki o'zini o'xshash bo'lmagan ikki miqdor hisoblanadi kompyuterga nisbatan. Odamlar turmushda bir deb o'qiymiz, masalan, cho'ng'a kichikka deb farqlantiramiz. Masalan, xatni orasiga kelgan chog'da buni hargiz masalan cho'ng chidan boshlangan chiqar demaymiz, hargiz. Masalan cho'ng'a kichikka deb ayirib o'tamaymiz hamda turmushda o'qigan chog'da lekin kompyuter cho'qim ayriydi buni jagalar diqqat qilsa bo'ldi
Endi yani yeni bir diqqat qilgan ishimiz endi cho'qim birla harf bo'ladi, masalan taqarib charda cho'qim birla harf bo'ldi. Birdan ortiq harf bo'lib qolsa xatolik bo'ldi. Endi mana Eclipse'niki Java programmasida, masalan Java programmasida Eclipse tashqanchada endi boshqa kod ichish qurollardimi, program yozish qurollardimi, endi asosiyatni hammasi degidek bor. Mesela ma'lum bir aniqlama yoki ma'lum bir funksiya yoki ma'lum bir yozgan programimiz yoki ma'lum bir buyruqimiz xato bo'lib qolsa, shu zamatla xatoligini bizga ko'rsatib berdi. Bu bir yaxshi yeri. Shuning uchun men yuqorida endi qanday o'z xato bo'lib qoldi, qanday o'z nima bo'ldi deganni bekerak talaqini qilmay, qanday ishlatimiz deganni, qanday ma'nosi bor deganni bekerak so'zlayapman. Şu an endi bir yaxshi bo'lgan bir o'rganish endi muhitni hozirlab berdi. Masalan, ma'lum bir masalan charning chigishki talab bizib qo'ysak avtomatik shu zamatla charning chigishkini yozib olmaydi deb bizga tegishib berdi, eskartish berdi. Endi masalan taqarib degan chog'da yuqorida o'tib ketdik, faqat birla harfni saqlay oladi dedik, birla harfni saqlay oladi. Endi ko'p harf degan chog'da bu endi ko'p harf deganimiz bu yerda string ko'rsatadi. Bu stringni baytman deb o'tib ketdim, alayt to'xtalamiz deb, stringga alayt to'xtalamiz bu. Bu nayt muhim bo'lgan bir mazmuni. Endi bu unda desam, yuqoridagi int, float, double'larni muhim emasga deb qaramanglar. Bularmi muhim. Endi string bir alayda deb qo'ygan ekan, ham kundalik programma yozish jarayonida nayt ko'p ishlatilganlik bo'lganligimiz uchun nurg'un yerlarga. Endi osonlik programmaning xatolik oson chiqadigan bir endi bir o'zgaruvchi miqdor yoki bir tip bo'lganlik uchun buni alayda to'xtalamiz deb aytdik. Endi charningki yana bir alayda endi bir iqtidori bor. Masalan, charningki alayda iqtidori bor. Endi belgi harf miqdorlar deymiz. Endi masalan, ma'lum bir harfning oldiga biz tetryanto siziqni qo'yish orqali, tetryanto siziqni qo'yish orqali o'sha harfning ma'nosini o'zgartiramiz. Endi bularni hammasini men birdan tushuntirib o'taman. Yuqoridagi ekranda bularni hamda ba'zilarini yodlash kerak emas. Program jarayonida mesela tushunib yodlab olish kerak emas. Ma'lum bir nimga desanlar bu endi muqim narsa, bu o'zgarmaydigan muqim narsa. Masalan, yan tetryanto siziqning keyiniga mesela n belgisini qo'ysak, bu hargizmi nni bildirmay, balki qurolmish belgisini bildirdi. Mesela qurolmish belgisini bildirdi. Tuvanda program yozib bir qor so'zlaymiz. Mışı belgelerindeki bazılarını biz sözlerimize yani programımızı konsolga çıkarıp mesela aslı çıkıp arayama çıkarıp sözlerimize. Hem de mışların hamısını hem de yadlaş gereken mesela hamısını yadlaş gereken mesela mavat şey diğerimiz ma tepne bildirdi ama mesela ma konu taktistik tepne bildirdi şey mesela fenşegan çi bo'lsa tepni bildirdi. Mesela tetryanto siziq çi bo'lgansa tepni bildirdi. Mesela prim belgisini chiqarish deymiz, ama prim belgisini yolg'iz qo'ysak bo'lmaydi. Yolg'iz qo'ysak xatolik chiqadi programda. Uni oldiga cho'qim prim belgisini bildirish uchun biz shu navbat belginiki prim belgisini bildirish uchun biz cho'qim oldiga tetryanto siziqni qo'yishimiz kerak. Tetryanto siziqni o'zini chiqarmoqchi bo'lib qolsak, o'zini chiqarmoqchi bo'lsak, oldiga üstüne ko'rsatilgandek, rayonni ko'rsatilgandek oldiga biz tetryanto siziqdan birini qo'ysak bo'ldi. Endi bu degan so'zlaydigan asosli hamda nazariya darsimiz mavjud ekan. Tuvanda endi biz amaliy yuqorida o'rgangan mesela int mesela turaqliq miqdor dedik, turaqliq miqdor dedik. Anadagi mesela int dedik, float dedik, double dedik, long dedik, char dedik, shularni endi ko'rib o'tib baqilay, bir ko'rib o'tib. Endi yuqorida biz nazariya darsini bir qora oldik, endi tuvanda mishlarni to'g'riliq bir amaliy bir program yozib baqilay. Masalan, yuqorida o'rgangan darslarimiz asosiyatdan bo'lsa turaqliq miqdori, Mesela miqdorlarniki bo'linishi, miqdorlarning bo'linishi mesela ikki xil bo'ldi. Birsiga turaqliq miqdor, turaqliq miqdor. Yana birsiga bo'lsa birinchisi turaqliq miqdor, mesela birinchisi turaqliq miqdor. İkincisi bo'lsa mesela o'zgaruvchi miqdor, o'zgaruvchi. Endi bu cho'ng ikki tur, bu cho'ng o'zgaruvchi miqdor bilan turaqliq miqdor. Mesela turaqliq miqdorni qaysi so'z bilan ifodalaymiz degan joyda biz Java'dagi final so'zi bilan ma'lum bir turaqliq miqdorni ifodalaymiz dedik. Shuni ko'rib topamiz.
Endi turaqliq miqdorni final bilan boshlandi. Final degan so'z bilan boshlanib, keyiniga buniki endi tip keldi, mana tip keldi. Tip keyindiki tipning keyindan anaqamish turaqliq miqdorniki ismi keldi. Bayatdan deb ketdik, turaqliq miqdorga ism qo'ygan chaqda harf, son, anavikin osti siziq dedik, ya. Osti siziq dedik, harf, son, osti siziq. Hamliq birinchi harfi bo'lsa, harf bilan osti siziq bo'lishi kerak dedik, harf bilan osti siziq bo'lishi kerak dedik. Shuning uchun mazmuniyaga max number deb yozayman, max number deb yozayman. Buniki endi qimmati turaqliq miqdorni aniqlaganda beryapmiz, qimmatini keyin berishga bo'lmaydi. Cho'qim aniqlaganda beryapmiz. Masalan, men hozir maniki qimmatini bermay, masalan, bunda qilsam, bu masalan oyintiga nisbatan xatolik demidi, bu oyintiga nisbatan xatolik demidi. Endi bunikini lekin biz keyin o'zgartirmaymiz. Nimishga aytsanglar, oyintiniki ma'vola sukutkalti 0 bo'ladi, bu oyintiniki sukutkalti 0 bo'ladi. Buniki endi turaqliq miqdorni bayatdan aniqlamiz deb ketdik. Masalan, programma shu o'ziga ijro bo'lish jarayonida o'zgartishga bo'lmaydigan miqdor, qimmatini o'zgartirmaydigan miqdorlar turaqliq miqdorlar deb ataladi dedik. Biz hozir mana chiqarib qaraydigan bo'lsak, buniki qimmati aniqla 100 chiqdi, endi. Qimmati 100 chiqdi, chunki biz turaqliq miqdorning qimmatini 100 deb. Endi men astiga hamda o'zimniki xohishi bo'yicha qaraman. Astiga men buning qimmatini 101 qilib o'zgartirib qo'yaman. Qaraydigan bo'lsak, men bayatdan dedim, agar xato bo'lib qolsam, shu Java program etish jarayonida avtomatik o'zi shu nima berdi dedik. Xatolikni ko'rsatib berdi bizga dedik. Qaraydigan bo'lsak, ma'vo turaqliq miqdor, mesela qimmati 100 buniki. Sen ma'vo agar o'zgartmoqchi bo'lsang, ya ma'vo qimmatini o'zgart yoki bo'lmasa ma'vo final degan gapni o'zgartiradi, masalan, men tanlaydigan bo'lsam, avtomatik final degan so'zni o'chiradi, o'chirayotgandan keyin bu o'zgarguvchi miqdorga o'zgarib qoldi, qaraydigan bo'lsak, o'zgarguvchi miqdor. Demak, shu bir final degan so'z orqali bu bir turaqliq miqdorlikni ifodalaydi. Demak, mana turaqliq miqdorni biz o'zgartirmaymiz, qimmatini program ijro bo'lish jarayonida o'zgartirmaymiz. Endi bundan yana bir qanday endi diqqat qilgan nuqtamiz qaysi desanglar, odat turaqliq miqdorni aniqlagan chog'da biz amalba cho'ng harf yozamiz, butunlay cho'ng harf yozamiz. Buni keyin program ijro bo'lish jarayonida endi bir qarabla shuniki bir turaqliq miqdorligini bilalaymiz. Biz endi turaqliq miqdorni qanday kelgan chog'da ishlatish qulaylik bo'ldi, nimishki turaqliq miqdorni aniqlaymiz degan chog'da biz bilan bayatdan deb ketdim. Program ijro bo'lish jarayonida o'zgartishga bo'lmaydigan miqdorlarni turaqliq miqdor ilib olamiz deymiz. Masalan, nimishga desanglar, bir programni keyin endi mesela 4-5 adam yazdıgan yoki bo'lmasa programniki mesela kodniki jiqishiga ergishib programniki mesela ro'yxat qilishi mesela asrash qilishni bag'ansi teslashida bu normal. Teslashgan chog'da xatolikni oldini olish uchun degandek-ku, masalanchi shunday qilish uchun biz turaqliq miqdorlarni aniqlab olamiz. Mesela maniki shunday sizish bo'lsa, mesela 100 dan kichik bo'lib qolsa, masalanchi nomer mesela 100 dan kichik bo'lib qolsa, yüzden küçük olab qalsa, mesela nomer normal yoki to'g'ri. Nomer 100 dan kichik yoki teng olab qalsa, 150 ehtimolligim bor. Mesela kirgizgan nomer, mesela 100 dan kichik, mesela niyatki biz dunyoga biz o'zimiz odatda o'zgaruvchi miqdordan birini yollaymiz, ya'ni private, mesela int nomer deb birini yollayman. Bunga mesela 98 ni qo'yaman bunga. Mesela niyatki miqdor 100 dan kichik yoki 100 ga teng bo'lib qolsa, niyatki nomer to'g'ri. Undaq bo'lmay qolsa, kirgizgan nomer xato deb buni eskartish qilamiz, buni ijro qilib nomer to'g'ri. Men masalan mana 101 qilib qo'ysam, bu joyda kirgizgan nomer xato deb, max number 100 bo'ldi deb, sizniki kirgizgan nomeringiz xato bo'lib qoldi deb. Turaqliq miqdorni asosli hamda ishlatish o'rni bayatdan ketgandek asosli shu. Endi turaqliq miqdorni bunday ishlatamiz.
Endi ikkinchisi o'zgarguvchi miqdor, ikkinchi mazmun o'zgarguvchi miqdor. O'zgarguvchi miqdor bayatdan deb o'tib ketdim. Turaqli miqdorning kimi tipiga asosan o'xshashmaydi. Masalan, final deymiz, masalan, char deb, masalan, c, uy, masalan, mesela u harfini men ifodalab qo'ysam turaqli miqdor qilib, masalan, mana bir turaqli miqdor bo'ladi, masalan, chardagi bir turaqli miqdor bo'ladi. Mana aslida ham seriq belgini chiqarganini sen aniqlab qo'yib ishlatmaydan degandagi bu program tavsiya. Müşterisanlar mana ham ishik saqlashda o'rin berdi, sen aniqlab qo'yib ishlatmaysan, o'chirsan, ishik saqlashdagi shu o'rinlarni tijalaysa degandek. Endi bu turaqli miqdorniki tipiga asosan bu turaqli miqdorniki oldigan qiymat o'xshamaydi degan so'z. Endi ikkinchisi o'zgarguvchi miqdor. O'zgarguvchi miqdor deganimiz endi odatdagi tipiga asosan bu yerda ko'rib o'tgan normal turmishimizda oldingi soatlarda qo'llanamiz, o'zgarguvchi miqdorlar bo'ladi. Masalan, max number, min number deganimiz, masalan, int min number degandagi misollarimiz o'zgarguvchi miqdor bo'ladi. Ma'laniki endi ben bayatdan deb o'tib ketdim. Mesela intdan navbatga sukutga qiymati mesela 0 bo'ldi dedim, mana. Navbatga sukut qiymati biz men hech qanday qiymat bermay buni chiqarib boqadigan bo'lsam, mana qiymat bermay buni chiqarib boqadigan bo'lsam, min number deb chiqarib boqaya buni. Ben tüyende küçük bir program izleyip bana mesela ben şu nötkim şu ayintiniki nöl buluş mornalatike mesela sükuttuk altı nöl bulduğun spotlayan küçük bir program izledim. Yani Avo my test'te bir tipe üzerindeki tipi. Buna tipine işçiden de ayinti public ayinti de bir age de bir yaş depçe bununki hem de bir kımı bir iniklama o'zgarguvchi miqdordan birini aniqlab oldim. O'zgarguvchi miqdorni aniqlab olgan ekan, endi men mush tutdim bir obyekt oldim, men test deb obyekt oldim. Buni keyingi bo'lgan chog'da so'zlaymiz ham qimmatni. Hozir oldingi bayamqi so'zlagandiki endi ma'vo static bo'lgandiki, men static public product deganlarni hammasini keyingi bo'lgan chog'da so'zlaymiz ham. Statik olgan ekan bayamqi dastlab qimmat ber deb turibdi endi. Manikadan hozir biz shu obyektivdan birini oldik. Obyektivning ichidagi yosh deganni chiqarib qo'yamiz. Sizlar miyaga alohida diqqat qilsangiz bo'ldi. Biz ma'noga boshqa yerlarga diqqat qilmay, mishnanga chiqarsangiz, mishnanga diqqat qilsak bo'ldi. Bizdan chiqargan chog'da qaraydigan bo'lsak, buning hech qanday qimmat bermadim. Buni qimmat bermagandan hozir chiqaradigan bo'lsak, bunikini qaraydigan bo'lsak, bizda ejdan 0 chiqdi. Mana bu sukut kalta qimmat 0 bo'ldi. Men bundan hozir qimmat berib qo'ysam, 100 deb berib qo'ysam, menimcha 100 deb chiqdi. Men qaraydigan bo'lsak, 100 deb chiqdi. Demak, o'sha ayintiniki sukut qiymati mana 0 bo'ldi. Sukut qiymati 0 bo'ldi. Endi float dedik, bayatdan float haqiqiy sana o'zgartirish tiplari float bilan double dedik, double. Double dedik, float bilan double dedik. Bularga cho'qim oldi bilan qiymat berishimiz kerak, bularga mesela aytdan deb qo'ysak, bunga buni chiqarib baqilay. Sitrlar o'xshay bo'lmadi. Mana qaraydigan bo'lsak, endi ma'vo deydi, masalan, hozirgi navbatdagi masalan yerlik o'sha texi aniqlanmadi deydi buni. Masalan, buni endi bayon ko'chayganda miya ko'chirib baqilay, buning qiymatini chiqar ekan. Buniki balki 0 chiqadi, lekin buni ham odatda qiymat berishimizni tavsiya qildi. Qaraydigan bo'lsak, buning qiymatini 0 qaytardi ekan, mana 0 qaytardi ekan, buning qiymatini 0 qaytardi. Demak, endi sonliq tiplarniki hammasiga qiymat bermasak, masalan, qiymat bermasak, hammasi 0 qaytaradi degan so'z. Masalan, meniki ham demak doubledan birini aniqlay. Doubledan birini aniqlay, buni ham. Doubledan birini aniqlab, bu doubledan chiqaray, mana. Doubledan chiqaray. Qaraydigan bo'lsak, doubleniki 0 qaytdi. Endi doubleniki 0 qaytdi. Endi bayatda mazmunlardan ba'zi foydalanish materiallarini men
sonliq miqdor qismida endi uyg'urcha bir materiallardan foydalangan, C tilidagi materiallardan foydalangan, Java'ni o'zining biostikasini foydalangan. Shu hamda ba'zi aniqlamada mavi tilni o'zgarishiga asosan ba'zi yerlar o'zgargan o'xshaydi, ba'zi yerlar o'zgargan o'xshaydi. Endi qaraydigan bo'lsak, endi sonliq miqdorniki navbatdagi masalan sukutlik altidagi qiymati 0 bo'ldigini. Endi bayatdan deb o'tib o'zgargicha masalan haqiqiy sonliq tipliklar ikki xil bo'ldi deb, ikki xil bo'ldi deb. Birsiga float double dedik. Ondan keyin mana butun son tipliklarniki nemse 4 xil bo'ldi dedik. Biz 4 xil bo'ldi dedik. Bo'lsinki qaysi 4 xil bo'ldi desak, int, short, ondan keyin long, on-site dedik. On-site'ni endi bayatdan materialni C'dan foydalangancha on-site Java'da yo'qmi? Shu hozir Java'da 3 xil bo'ldi, masalan long. Endi bularniki bayatdan eng cho'ng qimmatlarniki qimmat doirasiga asosan shunda 3 ga bo'lingan dedik biza. Doir ilishiga asosan 3 ga bo'lingan dedik. Hep tuvanda biz mushlarniki hamda har qaysi doiralarni chiqarib baqilay. Int'niki max valuesi deya, mana max valuesi eng cho'ng qimmati bo'lsa int'niki masalan integer deb bir tipa, integer deb bir tipa maxsus int'ga munosabatli bir qism funksiyalarni o'ziga olgan. Lekin bu int bilan farqlandi, bu int bilan farqlandi. Integer deb qaraydigan bo'lsak max value deydi, max value deydi. Endi bundan hamda mouse napirdigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, miyadimi qimmati avtomatik chiqib turdi, mana max value deb, initning qimmatini berayotgan. Endi men initniki hamda kichik qimmatini deb baqay, mana. Min value dedim ya. Min value deb qaraydigan bo'lsam, integer da min value, min value. Mende bu birinchisi integer'niki bo'ldi, ikkinchisi hamda men short'nikini chiqarib baqay. Short dedim. Int'niki ikkinchi xil tipi, men short'ni dedim. Short'nikimi o'xshash baş harfini çoğunu izleyip short deb yazsak, bunikime o'xshash shunday tipi bor. Üçüncüsü ham de longnikini chiqarib baqay, int'niki uchinchi xil shakli bo'lgan longnikini chiqarib baqay, bu uzun sonlarni cho'ng sonlarni o'ziga bor. Endi hozircha dastlabki qadamda butun sonniki shu 3 xil shakldagi doirasini ko'rib baqilay. Butun sonniki 3 xil shakldagi doirasini ko'rib baqilay. Qaraydigan bo'lsak, ustidagilarni to'qib ya'ni. Qaraydigan bo'lsak, mesela int'niki hamda max valuesi qaraydigan bo'lsak, masalannikini hamda mana keyniga men Shegantini qo'yib baqay, Shegantini o'sha tushundim. Shegantini qo'yay. Maniki keyniga men Shegantni qo'yay. Shegantni, mana keyniga men Shegantni qo'yay. Maniki qaraydigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, mesela men int max value'niki qimmati, int shakldagi, mesela tipdagi sonniki eng cho'ng bera oladigan qimmatimiz, eng cho'ng bera oladigan qimmatimiz. Men buni ko'chirib menga choplab qo'yib turay hozircha. Bilganlikdan ma'lum bir ishiltdim. Endi buniki eng kichik soni en küçük alalardan darısı yani. Bunu kim saklamam diye qarab. Hem de biz miye yeni bir qo'shqantiq şeygan deb qo'shqantiq. Qaraydigan bo'lsak, hem de miyega bir bo'sh o'rin belgisi keldi, mana bo'sh o'rin belgisi keldi. Bunikini
Mesela men mani chaplab qo'ydigan bo'lsam, masalan, tapni bildirdi, bir tap bilan o'xshash, mani bunda bo'ydim nimaga keldi, masalan, men interdan birini urib, men knopka taqsidagi tapni urib qo'ya, tapni urgan bo'lsa qaraydigan bo'lsa o'xshash darajada, mana o'xshash darajada. Men miyada ko'rsatay. Masalan, men ustidagisi men yerdan ko'chirib ekayginim, men ostidagisi bo'lsa, men hozir navbatda kompyuterdagi masalan tapni urganim, men tap knopkasini urganim. Qaraydigan bo'lsak, o'xshash, mana o'xshash. Endi men ikkinchi quruq qaraydigan bo'lsak, masalan, shortniki doirasi, mana shortniki doirasi, shortniki eng cho'ng doirasi masalan 32767 ekan, o eng cho'ng doirasi 32767 ekan. Eng kichik doirasi bo'lsa minus 32768 ekan, bu. Endi men asli buniki qaraydigan bo'lsak, keyniga mana shegan n ni qo'ygan, ta'tirsiz, yanti ta'tirsiz n ni qo'ygan. N bayatdan deb o'tib ketdik, masalan, n deganimiz qurtashlash belgisi bo'ldi deb. Qurtashlash belgisi bo'ldi deganiga qaraydigan bo'lsak, ma'ni keyin chiqirib qo'ygandan keyin, oldidagi harfni chiqirib qo'ygandan keyin, chiqirib qo'ygandan keyin bu shegan n ga yo'liqdi programma. Shegan n ga yo'liqqandan keyin bu avtomatik bir qurtashlayapti. Qurtashlab keyingi xatni yeng qurdan boshlab chiqadi, mana. Alaydi shu. Endi buniki uchinchisi qaraydigan bo'lsak, longniki hamda eng cho'ng qimmati ham bek cho'ngkina, bu longniki eng cho'ng qimmati mezgillarda. Longniki eng cho'ng qimmati ekan, mana longniki eng kichik qimmati ekan. Buni asosiyatan bir cho'ng sonlarni ishlatgan chog'da ishlatamiz, cho'ng sonlarni ishlatamiz. Buni keyin qaraydigan bo'lsak, biz shegan r deganni qo'shib qo'ygandik. Bayatdanki grafikdan ko'rish qildi, shegan r niki masalan, buniki mana quratlash deb ko'rgandik, quratlash. Masalan, mana knopka taqsidagi mana enterga vakillik qiladi, enterga vakillik qildi. Endi biz ma'lum bir harfning keyiniga kirib enterni ursak, masalan, qurtashlaydi avtomatik, qurtashlaydi. Masalan, ma'lum bir harfning keyiniga biz avtomatik enterni ursak qurtashlaydi. Shunga o'xshash bu ma avtomatik qaraydigan bo'lsak, yeng qurdan boshlabda, keyingisini yeng qurdan boshlabda. Endi bu yerda yana bir tushuntirib o'tish kerakki, ma'lum bir qimmatlar beradigan doirasimiz bilan, ma'lum bir bergan qimmatimiz. Bu doirada ishib kesning bo'ldi deydi. Ishib kelsa qaraydigan bo'lsak, hozir biz ma'lum bir narsani sinab qilib boqlaymiz. Ayintiya bo'lsa maxnikiga biz maxnikiga mal qimmatga qo'shimiz, birni qo'shib boqay, mana. Masalan, maxniki eng cho'ng qimmatiga men birni qo'shib boqay. Undan keyin buni chiqarib boqay, mana. Mana bu yerga ayintiya max qo'shilgan bir tan max deb chiqarib boqay. Buni ijro qilganni qaraydigan bo'lsak, bu endi minusdan chiqib ketdi. Minusdan chiqib qaytibdi desanglar, mana 5 ga qaytibdi. Demak, o'g'lim bu yerda endi qanday tushuntiramiz degan joyda buni ma'lum bir masalan shu bir sonlar masalan doira bo'lgan bo'lsa, masalan bir ayintiniki doirasi bo'lsa, bu yerda eng cho'ng son saqlandi, bu yerda eng cho'ng son saqlandi. Undan bu yerda eng kichik son saqlandi. Biz endi programma so'ldan o'ngga qarab yuqorilab mangdigan net doirasi. Bu eng cho'ng'i bo'lganda, qaranglar, eng cho'ng'i bo'lganda, eng cho'ng'idan ishib ketsa bu keyniga yanada biroqlar. Keynigini yana mishadan boshlab bu shunday cho'ngib mangdi. Masalan, endi qaraydigan bo'lsak, bayatdan birni qo'shyapti, birni qo'shsak masan chiqdi. Endi bunga biz 2 ni qo'shib boqlaylik. 2 ni qo'shib boqadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, hemen miya qo'shmoqni. 2 ni qo'shadigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, bunga bu qimmati endi minusdan kichiklab ma'nosi cho'ngib ma'noda deb qo'ymizga debdi. Minusdan kichiklisa cho'ngib ma'nogan bo'ldi. Bu yerdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda men deb o'tdim. Masalan, sonlar, masalan, ma'lum bir qimmatni olgan bo'lsa, masalan, o'ngdan so'lga ma'noda dedim, mana. Eng cho'ng'i bo'lsa, yana shu o'ngdan so'lga ma'noda dedim, mana shunday. Masalan, bu yerdan birni qo'shgandan keyin biz birni qo'shsak, masalan, birni qo'shgan chog'da buni doirasi masalan birni qo'shgan chog'da buni doirasi masalan miya keldi bu, miyaga. 2 ni qo'shsak bu oldiga bir qadam mangdi, bu oldiga bir qadam mangdi. 100 ni qo'shsak oldiga 100 qadam mangdi. Yana qo'shib davomli qo'shaversak bunga yana miyaga berib, yana bu yerni ishib kelsa yana avtomatik miya qaytadi. Avtomatik qaytib, mushu doira bo'lgan chog'da anani ko'rsatib berib deysiz.
Endi bu ayintiniki shu xil tipi. O'xshash usul bilan biz endi shu o'xshash usul bilan biz shu doublenikini chiqara olamiz, doublenikini chiqara olamiz. Mesela mega men double deb yozsam, mesela float deb yozib doublenikini o'zim chiqarib ko'rib qo'yaman. Float deb yozaman, nega? Float deb yozaman, mega men sheydan endi qo'yaman. Float deb yozgan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam, floatniki 3.4 bayatdan men rasmda ko'rsatgan 3niki 10niki 38 darajasi, 3.4 ko'paytirilgan 10.38 darajasi. Ammo kichik son qiymatiga qaraydigan bo'lsak, 1.4 ko'paytirilgan 10 minus 45 darajasi. Buniki doublenikini sizlar o'zingizlar chiqarib ko'rib boqinglar. Endi yana bir muhim mazmun, yana bir muhim mazmun char, char. Bu char. Charni deb ketdik, bayatni biz charni yuqori so'zlaganda faqat birla harfni saqlay oladi dedik, biz birla harfni saqlay oladi dedik. Buni endi aniqlash tip qanday bo'ldi desanglar, men yuqoridan bir qora aniqlab ko'rsatgan. Masalan, ma'noga o'xshash, masalan, mana shu prim belgisini ichiga ilib aniqlaymiz. Buni hargizmi bunda aniqlasa xato bo'ladi, masalan, bunda aniqlasa xato bo'ladi buni. Bu aniqlama shu netki programlar aylaydigan shu detalma buni xato deydi. Buniki ham cho'qim prim yolg'iz taq pesh belgisi yoki prim belgisini ichiga olishimiz kerak. Buni ham mashqisniki o'xshash qimmati o'xshash chiqmaydi dedik, biz chiqarib ko'rib qolgan bo'lsak, masalan C tam C qo'shimiz CC tam CC deb chiqarib qo'yamiz. O'xshash chiqmaydi endi qoidasi. Mesela ikisi o'xshash chiqmaydi. Chunki bergan qiymatimiz o'xshash emas. Endi men nimishga o'xshash chiqmaydi degan chog'da buniki mesela int deb oldiga bundoq o'zgartib qo'yaman. Butun songa o'zgartib qo'yaman. Butun songa o'zgartib olgan bo'lsa, buniki qaraydigan bo'lsak, kichiksiniki 97 ekan, cho'ngsiniki 65 ekan. Demak, bu ikki qiymati o'xshashmagan ekan, buniki osigma qiymati deb qo'ymaymiz, odatda osigma jadvali deymiz. Endi shuni qarab baqsangiz bo'ladi. Shuningda hamma narsa aniq bor, qaysi shu sonlaniki, harflaniki, mesela osigma qiymati. Bu siniki hamlarda osigma qiymati oyintiga aylansa, osigma qiymati saqlandi. Bunanda şu asigma qiymati o'xshash bo'lmag'achqa buniki dairasi bir-biriga o'xshash bo'lmaydi. Endi men bunda bir sinaq qilib boqay. Bu asigma qiymati masalan bu ayinti sonkan buniki asigma qiymati. Shundami? Bunda sen C bilan men 65 ni solishtirib boqay endi. C tan 65 bo'lsa C bilan 65 tankan. Tankan deb bunda chiqarib boqalar. Hozir men kichiksiga mesela 97 yarasa, to'g'ri, 97, men 97 deb yozsam to'g'ri bo'ldi. 97 deb yozsam to'g'ri bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, ostiga chiqdi, mana u C bilan masalan mana 97 tankan, mana C bilan 97 tankan deb, C bilan 97 tankan degan. Buni da endi o'zing to'rdan shu Baidu'dan osigma deb izdesanglar, shu masalan ma'lum bir jadval chiqdi, bu jadvalda aniq tafsil yoziladi. Endi biz bunda bir sinaq qilib boqaylik biz Uyg'urcha harflarniki endi osigmasini ko'rib boqaylik. Uyg'urcha harflarniki osigmasini ko'rib boqaylik. Men odatda masalan Uyg'urcha harflarni ikki xilga bo'lamiz odatda, masalan kengaytirilgan rayon bilan asosiy rayon deb ikki xilga bo'lamiz, jibinchi bilan ko'rinchi deb. Bu Uyg'urcha rayonidagi masalan Uyg'urcha rayonidagi U-niki masalan asosiy rayondagi U-niki qaraydigan bo'lsam 1735 kini. Men endi unda olsa kengaytirilgan rayondagi U-ni izlab boqay. Kengaytirilgan rayondagi U-ni men izlab boqay. Masalan men U-niki endi kengaytirilgan rayondagisini ko'chirib boqay. Masalan kengaytirilgan rayondagisini. Masalan men U-niki hozir nima kengaytirilgan rayondagisi CC saqlangani u C saqlangani bo'lsa U-niki asosiy rayondagisi, ama CC saqlangani U-niki kengaytirilgan rayondagisi. Qaraydigan bo'lsak ikkisi endi bir qaramoqqa o'xshashlarida ko'rindi. Lekin buniki osigmasini chiqaradigan bo'lsak ikkisi ikki xil osigma chiqadi. Mana qaraydigan bo'lsak kengaytirilgan rayondagisi 64471 va asosiy rayondagisi 1735. Bu xalqaradan bergan shu xalqaro Unicode tashkilotining bergan endi shu nomeri buni qalayam o'zgartirish bo'lmaydi. Bu birlik kelgan nomer bu.
Hem de kengaytilgan rayonni asas rayonga aylantiradigan, asas rayonni kengaytilgan rayonga aylantiradigan degandek programmalarni ozroq tushungandek bo'lgansizlar balkim. Shu programmani qanday qildi desanglar, hamma asas rayondagi Uyg'urcha harflarniki so'zlikka payvand qilib buni mushunga almashtiradi deymiz. Mushunga almashtirsak demak biz hamda buniki hamda nurg'un usullar bor. Masalan, shu uniki har xil kelish rayona qarab, mesela 12 to'rt xil shakli bor, elipedim bor, mesela bosh, o'rta, oxiri, chekta degandek o'xshash 12 ma ikki xil kelish shakli bor. Shu kelish shakliniki navbatdagi 12 mesela uchirgan rayoniga asosan, mesela uchirgan 6 ga asosan, mesela hamzining oldiga keyniga uchirgan bo'lsa, buningga ham bo'lsa chitqa degan, chitqu deganlarni qo'shimiz degandek-ku, shunday o'zgartib beramiz bunikini. Hem de bugün sözleydiği asaslık derslerimiz müşü. Bugün sözleydiği asaslık dersimiz müşü. Hem de sizlerge bir tapşırıqımız, adli bo'lgan tapşırıqımız çarni bekerek tutulaş için ama ayınti minutça şu ayıntilerden pek çoğu mesele çıkmaydı. Ma'lum bir kengaytilgan rayondikisini, ma'lum bir kengaytilgan rayondagi Uyg'urcha harfni asosiy rayonga aylantiradigan bir kichik program yozib chiqqan. Asosiy rayonga aylantiradigan. Ma'lum bir hammani yozishingni hojati yo'q. Faqat maktab degan bir so'znikni emas, maktab degan bir so'zlikniki kengaytilgan rayondikisini sizlar asosiy rayonga aylantiradigan bir program yozib chiqqan. Asosiy rayonga aylantiradigan bir program yozib chiqqan. Bugungi darsimiz endi mushagicha bo'ldi. Qolgan tushunmaga yo'lab qolsa, nazarda so'rsangiz bo'ladi.